va to'p oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaqadir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana. Demak, Hakimov nazarda tutilgan. Ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Ha. Aynan ongli ravishda. Urgan Saudiya, Hasanov Zo'r, o'tdi. o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Hasanov! Mana Hasanov bizda Hasanov o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol